Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun ajoyib turbichka nomli mana shunday shirinliklarni sizlarga tavsiya etmoqchiman. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Har doimgidek ishimizni bismillah kalimasi bilan boshlab olamiz. Idishimizga 500 gram oliy nav un va 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiqda vanilin pudrasi va 1 choy qoshiqda razrahli solamiz va mana shunday 82 yoki 72% sariyog'lardan solib, un bilan sariyog'ni birgalikda kroshka holatiga keltirib olamiz. Keyin esa bir dona tuxum solamiz va 1 choy qoshiqda 10% uksus va 1 piyoladan sal kamroq smetana solamiz. Yig'ilgan massamizdan mana shunday xamir tayyorlab olamiz. Agar xamirimiz salgina quruqroq holatda bo'lsa, ozginagina suv ham quyib yuborsak bo'ladi. Xamirimiz shunaqa plastilinga o'xshagan ajoyib xamir bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan xamirimizni 2 bo'lakka bo'lamiz va xolodilnikka yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Kanalimizda qoling va mana shu retseptimizni oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Vaqt o'tgandan so'ng xamirlarni olamiz va bir donadan yaxshilab kattagina qilib kvadrat shaklida yoyib olamiz. Kanalimizga yangi kelgan mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Mehrli qo'llaringiz ila qilgan xizmatingiz retseptimizni tarqalishiga sabab bo'ladi. Va siz tufayli ushbu retseptimizni bilmagan bekajonlar oila a'zolariga tayyorlab taqdim etadi. Sizga esa ulkan ajrlar yoziladi. Xamirni yoyib oldik. Shunaqa holatda bo'ladi, juda ham qalin bo'lib ketmasin. Xamirni chetlarini tekislab olamiz va mana shunday lineykani qo'yib olib 2 barmoq kengligida lentalarga bo'lib olamiz. Xamirni tekis qilib kesib olasiz. Agar sizda lineyka bo'lmasa, 2 barmog'ingizni qo'yib, shu kenglikda to'g'ri qilib kesib olsangiz bo'ladi. Mana lentalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham qalin emas. Retseptimiz uchun endi bizga mana shunday turbichkalar kerak bo'ladi. Buni pishiriq mahsulotlari sotiladigan do'konlardan topasiz. Juda ham qimmat emas. Bundan ko'ra boshqacha turdagilari ham bor. Men mana shunday uzun shakldagisini tanlab oldim. Boshqacha turdagisidan foydalansangiz ham bo'ladi. Endi mana shu turbichkalarimizga lentalarimizni o'rab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek juda ham oson. Hech qanaqa yog' yoki boshqa mahsulotlar surtilmaydi. Xamirni o'zini turbichkaga o'rab olamiz. Duxovka pechimizni avvaldan yoqib qo'yamiz 5-6 daqiqa oldin. Endi esa tayyorlab olgan retseptimizni duxovka listimizga chiroyli qilib terib olamiz. Turbichkalarimiz 200 gradusda 20-25 minut davomida pishib chiqadi. Men hozir 2 listda pishirdim. 2 bo'lak xamirimdan 22 dona mana shunday turbichka shirinliklari chiqdi. Turbichka shirinliklarimiz pishib tayyor bo'lguncha biz kremini tayyorlab olamiz. Xona haroratida yumshatilgan sariyog' 180 gram, men shidroyleti sariyog'lardan foydalandim. Va tabga qarab men 1 piyola sug'ushonka молокоdan soldim. Xohlasangiz shakar pudrasidan foydalansangiz ham bo'ladi. 1 piyola solib yuborsangiz. Ikkalasini yaxshilab aralashtirib, krem holatiga keltirib olamiz. Shunaqangi mayin va ta'mi juda ham mazali bo'lgan kremlar chiqadi ushbu mahsulotlardan. Krem tayyor bo'ldi. Xohlasangiz qaymoqdan tayyorlasangiz ham bo'laveradi. Mana shirinliklarimiz pishib tayyor bo'ldi. Endi buni duxovkadan olamiz va sovitishga qo'yamiz. Shirinligimiz sovigan holatida mana shunday ichidagi temirlarini chiqarib tortib olamiz. Bu temir ham emas, oddiy ajoyib predmet bo'ladi. Juda ham yengil.
Hammasini mana tayyorlab oldik, pishirib. Uchiga nasadka joylangan qopchalarga kremni solamiz va mana shunday trubочкаlarimiz ichiga joylab chiqamiz. Agar sizda ushbu nasadkadan bo'lmasa, mana shu qopchani ozginagina uchini qirqib yuborsangiz ham bo'ladi. Hammasini ichiga to'ldirib solamiz. Shunda juda ham mazali bo'ladi. Trubочкаlarning ichini to'ldirishda kremni xuddi shu joyida mahkam bosib solamiz. Orqasini esa mahkam qilib bog'lab qo'yamiz. Shunda oson chiqadi kremlar ichidan. Shirinligimizning ichlarini krem bilan to'ldirib oldik. Endi ustiga esa chiroyli qilib shakar pudrasidan sepib qo'yamiz. O'rganib olasiz degan umiddaman. Yangi yil bayrami va Ramazon oylari ham yaqinlashib kelmoqda. Mana shu retseptlarimizni albatta o'rganib dasturxonga tortiq qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r bo'lib chiqadi. O'zingiz qo'lingiz bilan tayyorlagan retseptlar. Har bir mahsulotni normasini o'zingiz chiroyli qilib tayyorlasangiz juda ham yoqimli bo'ladi. Ko'chadan olgan shirinliklarim men uchun juda ham shirali, shuning uchun har doim uyda o'zim tayyorlab, nabiralarimga ham tayyorlab beraman mana shu retseptdan. Barchaga yoqimli ishlar tilab qolaman. Mana ichlarini ko'rib turibsiz. Juda ham mazali bo'ladi. Barchangizga rahmat. Keyingi retseptlar orqali g'oyibona ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling.